أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ولو استهلك لحما ضمنه بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله أسدا مصنف رحمه الله مسلم فيه sübtini aniq bekitib qo'yadigan narsa bo'lish kerak degan masalada go'shtni misol qilib go'sht sübtini bekitib qo'ygan narsaga kiramdi kirmamdi degan masala to'xtalib imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir rivoyatda Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i rivayetida go'shtni salam qilib setvasi bo'lmaydi. Chunki go'shtda ustixon va ustixon ba'zi go'shtning cho'ng, ba'zi go'shtning kichik bo'lishi mumkin. G'ayri mundabit deb turgan. Yana bir rivoyatda uruq va semizlik bilan go'shtning sufti har xil bo'lib ketadi. Undan keyin buni bekitib qo'yilmaydi. Manch kilo go'sht, pesh go'sht masalan. So'ng yo'q deydi. Pesh go'shtdan manch kilo desimi bu go'sht ba'zi uruq qo'yning, semiz qo'yning yoki qari qo'yning, paqlan qo'yning deb bu go'sht xilla farqlanib ketadi deb mushri rivoyatga asosan go'shtni zodi ustixonlik bo'lsin, pesh bo'lsin salam qilsa bo'lmaydi degan. Bu Ibn Shujo'ning rivoyat etdi. Musannif rahimahulloh o'sha Imom Abu Hanifa o'sha go'shtni misli deb qaramdanda yoki min zavatil qiyam deb qaramdanda deb izlanib Imom Abu Hanifa rahmatullohning boshqa masalalarda masalan birisining go'shtini yeb oldi, go'shtini olib qochdi. Shunda masalalarda to'lab berish masalasida qanday qaragan deb shuni izlanib boqdi. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin nazarda "Law istahlaka lahman daminahu bil qiyma." Birisinin go'shtini yeyotgan bo'lsa, mesela ruxsatsiz go'shtini yeyapti, to'lab bergin dedi. Yoki olib qochgan, ishlatib olgan. Ayında bo'lsa go'shtimni to'lab bersizlar desa, qanday to'lab berdi? Pulisini to'lab berdi. Shunami? Yani 1 kilo go'shtni yeyotgan bo'lsa, bozor 1 kilo go'shtni 70 ko'yga olsa, 70 ko'y to'lab berdi deydi. Nima uchunsa İmam Abu Hanifa'nın nazarida go'sht min zavatil qiyam. Misliyat emas. Misliyat olsa hammasi o'xshash bo'lsin. Ma 1 kilo go'sht, ma 1 kilo o'xshash chiqsa bo'ldi. Hozir bu o'xshoq olgandan pulisini to'lab berdi. Zakarahu fil muntaqa. Buni Al-Hakim ash-Shahid Al-Muntaqa degan kitobida bayon qilgan. Mush rivoyatni. Biz Muntaqa degan kitobni Hakim ash-Shahidning kitobi dedik. Hakim ash-Shahid İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani'ninki zahir rivoyat kitoblarini hammani yig'ib bir xulosalab, ixchamlashtirib Al-Kafi deb atagan. Al-Kafini İmam Saraxsi sharhlab Al-Mabsut deb o'sha mashhur kitob shu. Hamda Hakim Shahid Muhammad ibn Hasan Shaybani'ning g'ayri zahir rivoyatini, navodir rivoyatlarini kitoblarini jamlab buni Al-Muntaqa deb atagan. Bundan keyin bu g'ayri zahir rivoyat kitoblaridan Hakim Şehid Muhammad ibn Ahmad al-Balxi al-Qadi al-Vazir Buxoroda qozi bo'lgan va Xorasonda vazir bo'lgan. Keyin shahid qilingan. 334-yil vafot bo'lgan. Va qala fil jami'i bil mithl. Muhammad ibn Hasan Shaybanining Al-Jami' al-Kabir degan kitobida Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashini naql qilib va o'zimi degan birisini go'shtini yeb olsa o'xshishini to'lab berdi. 1 kilo go'sht 1 kilo go'sht to'lab berdi degan. Undan keyin ma zahir rivoyatda unda keldi al-lahmu mithli degan qarash keldi. Undan keyin Jami' al-Kabir degani bizning uch imom ashabına bil ittifoq lahmni mithli deb qaraydi degan mazmun chiqardi. Yana bir ahvol qarab boqaylik. Va yajuz istiqraduhu fil asah. Go'shtni qazosi bo'ladi. Qarzilish masalasi qarab boqsak, qarzda o'xshishini qaytarish lozimdir. Shunami? 5 kilo go'shtni o'tni oldi, keyin 5 kilo go'shtni qaytarib turdi. Bunda qazosi bo'lamdi bo'lsa, al-asah qarashda bo'ladi dedi. Undan keyin bu nima ko'rsatdi? Al-lahmu mithli deganni ko'rsatdi. Bu meselede el-fatva ala qawli sahibayn. Yani bir mazhabın qarışı go'shtda salam qilsa bo'ldi degan qarash bo'yicha fatvo berildi.
Vel farqu li Abi Hanifata. Yani İmam Abu Hanife bulmaydı dedi o. Bulmaydı diyen qarash bo'yicha. Bu yerda Müslim to'lab turdi degan gap bilan oyatda bulmaydı degan ikkisini farqi nima? İmam Abu Hanife qarz annal qarda va daman yajibani halan. Qarz olgan go'sh bo'lsa yoki birisining go'shini yeb olgan bo'lsa, elib olgan bo'lsa, buni hozirdan to'lab berish lozim. Qarzda masalan vaqt to'xtatgan bo'lsa, shu vaqtda qilish mumkin. Lekin vaqt to'xtatmay, sizdan o'tni pul oldimi? 100 ko'y berib tursizlar. 100 ko'y berib turgandan keyin shu chaqda olib qo'ygandan keyin pul bo'lsa qaytarishi vojibdir. Endi pul bo'lsa qaytarishi vojib. Buni aql so'zini bilta matalul g'ani. Matal g'ani zulmun. Pul batırıp ba'may turganday bo'ldi. Nonki qarzda pul bo'lsa, shu chaqda gachchil berish lozimda. Damandimi, birsin go'shtni yeb olgan bo'lsa, elib olgan bo'lsa, shu chaqda to'lab berish lozimda. Yajibani halan fatakunu sifatuhu ma'luma. Nonki hozir to'lab berish kerak bo'lgandan keyin buning sifati aniq deydi. Qanday aniq? Hozir oldi buni. Hozir yeb oldi. Nonki o'zi olgan, o'zi yeb olgan narsani shu ko'rib turib yevaganda, ilvaganda, ko'rib turib nutgandan keyin bu yerda noma'lumlik yo'qolib ketadi. Noma'lumlik yo'qolib ketgandan keyin buning sifati aniqmi, aniq emasmi? Aniq. Fatakunu sifatuhu ma'luma. Yozib kelmaydi. Mana vala kadalika salam. Shu oldikini hozirladi. Vala kadalika salam. Lekin go'shtga oldin pul o'tkazgan chaqda unda emas. Sizlar shu birinchilarda go'shtni ko'rlar. Bunun kadar göçünü köreş diyen narsa yok. Lekin al-qard vel istihlakda qarz olgan chaqda göçünü körep alala. Quldirga Allah ko'rla. Birsin göçünü yeb olgan chaqda shu körep tartilib yegan. Undan keyin bu yerda bir sifati aniq degan narsa chiqadi. Lekin salamda pulni oldin ko'rdi, oldin berdi. Lekin bu go'shni bir oydan keyin desa aniq ko'rmagan. Aniq ko'rmagan. İmam Abu Hanife go'shtni aniq ko'rmasa, sifatini aniq bekitkili bo'lmaydi. Bekitkili bo'lmaydigan narsa qatoridan deb turgan. O'ziga masalan, go'shtga o'xshashda. Shu İmam Abu Hanife shunga o'xshash degan bo'lmaydi bu go'shtni. Semiz qo'yni bo'ldi, o'riq qo'yni bo'ldi, tag'ning qo'yi, ala bir baqqan qo'y. Bu yerda sohibaning qarashini kuchlantirishda biz bunda qarab, ma qarzda bo'ldi degan qarash bor. Ama damanda buldu degan qarash bor ekan, ma boshqa masalalarda buldu degandek bir ahvol bor deb uni yondashtirib ekeldi. Wala kadalika salam Abu Hanifa dedi. Salamda bunun sifatini aniq belgili bo'lmaydi. Qardilan damanda u ko'rab tartilib, ko'rab qazag'in bo'lg'achqa aniq belgili bo'libdi deydi. Lakin Abu Hanifaning gapi bu ya sahibaning. Kada Abu Hanifaning so'zi. Fark şu. Sahiben al-qard ve damanda göç miflite deb turoldi man. Unda oldi salam qilsang bo'ldi, sifatini bekitkili bo'ldi. Go'shga o'xshaydi dedi. Abu Hanifa ya bu salam masalasida farqlar. Qanday farqlar? Salamda bizdagi go'shni ko'rmaymiz. Go'sh oldimiz yo'q. Lekin qard bilan g'asbda go'sh oldimizda bor. Biz hozir 5 kilo go'shtni qarz oldikmi? 5 kilo go'sht qaltib ba'zir oldimizda. Shunda elib lan, agar biz ishlatmaydigan bo'lsak, evvelda hozir lozim bo'lmaydi ekan deb shuni qaytarib bersak bo'ladi. Bo'ladi. Bu hech qanday farq yo'q hozir. Olgan go'sht bilan mana o'tirib farq bormi? Yo'q. G'asbdimi masalan, bizning go'shtni qachchi birsa bo'zga tatib oldi. Shunda qarab saqchi kelayotgandan keyin Alloh akam deb qachchi beradi. Shu go'sht shuma emasmi? Shu mush oldimizda bor, sifati aniq, hech qanday o'zgarish bo'lmadi, bas bo'ldi dedi. Lekin salamda u go'shtni manda go'sht 5 kilo desa, u go'shtni qanday go'sht kirdi qo'lamga men bilmayman. Qarazag'in go'shtni o yeyib keyin necha litr qaytib go'shtni qarz ilish masalasida shikil qarash va bo'ldi bo'lmaydi degan qarash. Al-asahda bo'ldi debdi. Lekin bo'ldi desamanda qarz farqli deb turadi Abu Hanifa. Ya'ni buningki yeyitib keyin ba'sa balki salamga o'xshab qolgan taraf bo'lishi mumkin. Lekin shu chaqda qaytirish yejibani halan dedi. Shu chaqda qaytira oladigan bo'lsa qaytirish vojib dedi. Shu chaqda qaytirib qolsa aynan farqsiz bir narsa chiqadi dedi. qarz bo'lgan taqdirda keyin topshirishni hozir yegan vaqtida
ağa vaqtida, iya vaqtida hech kimsi kisbat ma'lum. Ma'luma, to'g'ri. Bo'lgandan qaytadan yana nizo chiqmaydi. Yani niza çıkmaydımı? Yani şu mel kuluğu ağan çağda bunu bir kürep, işkileylen kürep bir xil bikip koyğandaki ahval var dedi. Bundan keyin aşu okşamaydigan göçün bir qalsa, ammay turasa, buldu do degендek. Üçüncü koşta şunu okşaşını tapamayız. Okşaş tapanmasa obdaraqını bir do. Neden bunlar gayet Bağışkanmasa kazanması lazım. Yani qarzda obdaraqını qaytırış degen bu sünnetli ban. Resulullah'ın sünneti. Şu selamdan sütünü bekitiş lazım da. Sütünü bekitkili olmaydı dedi Abu Hanif. Göçten sütünü bekitkili olmaydı. Çünkü göçten kılıpsız nasa. Bir koyunca okşaması mümkün. Şu anda kiçikkine namalumluk bulup kalsa bu selam hacetin nası asasını tutup meyil boptu degen nasa olsa kiçikkine bir yerden çataksızlan buldu. Kımmaysa da tohtup koymayız mı? Bu göçten meselesi şundan tükepti. Mutlak göçten iş. Bulmaydı şu. Bulmaydı. Mutlak göç ise keyin anda kırı koyunun, kırı sağlıkının uruk bir göçünü bərsə sizə ammay turaldığınca cidal çıkıdı. Aşı töbeş türlük nəsini Müslim fiinin el-cins ve na ve sıfa ve aşını bayan kılış lazım dedik. Şurutul Müslim fi. Nüarga müşabe selam degen el-mavsuf fi zimme manda bir tavarga bulduğan soda. Kaçaniki vakti kelip selamını tapşırdığan. Tapşırıp bergen çağda qanda nasi tapşırıp birishini aniq bilgili olmay qılma go'sh meselesida. Şuna bir namalımlık bo'lg'achqa selamda to'xtab turamiz deydi. Koştan kıyami de kalsak, selam kıyım olmaydıgan, misli de kalsak, selam kıyım olmaydıgan. Şimdi Abu Hanife damanda bir rivayette minzavatil qiyamda bir rivayette misli deganda qildi. Lekin ma selamda bo'lmaydi da. Voy sizlar Muhammad ibn Hasan Jamal Kebirda İmam Muhammad sizdan qilgan rivayette siz misli deganlik bo'lsa u damanning masalasidan masalan ikkisi o'xshashmaydi. Val farq degan gap shu. Oyat bunda deganlik bo'lsa, u yerda unda degan ikkisi farqli. U g'asb deganda ko'z oldida bunda tatib ilib, qo'lga oladi va shuni qachchi qaytirib bersa, hech qanday tavsiya chiqmaydi. Şu xaltada go'shtni shundan ham elib oldimi? Lo'ndan saqchun qarab qochib topshirib bersa, u go'shtning iyisi g'inshmaydi. Mesele şu. Qala ve amma atrafuhu ve juluduhu. Endi şu hayvanninki kallı paqalchaqlari ve terileri bunun da ittifaq var. İhtilaful ashab yo'q manda. Go'shtda ixtilof bo'lgan, hayvonda ixtilof bo'lmagan, shunama. Endi hayvonda ixtilof yo'q. Atraful hayvan ve juludihi bunun da ixtilof yo'q. Bunun da selam sodiskesi bo'lmaydi. Yani pulni berib, kallı paqalchaqdan unni olama. Birinchilarga qurbayetdan birinchi kuni menga kallı paqalchaqdan, kallıdan unni, pachaqdan 40 ni topshirasiz deb unda pul bersa bo'lmaydi. Teredimmi, qo'yning terisidan unni topshirasiz deb pul bersa bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? Fali annaha adadiyyun mutafawitun. Çünkü bu sanab o'tkazilgan narsa. Lekin bir-biridan xilila farqlangan. Mutaqarrib emas, mutafawit. Tafawutan yuaddi ila al-munaza'a. Bulardagi farq jidalga olib bordi. Wal muradu bil atraf, atrafdan maqsad nima? Ar-ru'usu wal akari'u. Kira'ning ko'pligi akari'. Kalla paqalchaqlar. Amma shahmu shahmligini chaviyaq deydi buni. Chaviyaq vel alya kuyruk may. Bunun kelsak feycuz selamu fihima. Bunun da selam sodisqisi buldu. Bunun da ittifaq ashabına. Li'annahu vazniyun ma'lumul qadr ve sıfat. Çünkü bu jinglab setildigan narsa, miqdori aniq, sufti aniq. Yani o mayda jiq bir farq bo'lib ketmaydi. Qo'yning meyi bilan ma qo'yning meyi unda bir talash tartishqirdek daraja farq emas demakchi. Yine şöyle nefse kıldı, yakin nesi satıdı. Lekin selam söz kılman değil. Yani selam söz kılman engel bunda elip satman engel emas. Yüzde sanap bana da naksasın.
Yoki yuzini o'tkazib qo'ysin, keyin pulisini kim beradi desa, manch bildir. Bunun chatoq yo'q. Lekin salom deb oldin pul o'tkazib qo'yib, kallidan manchini, cho'qidan manchini, faqalchoqdan manchini desa, bo'lmaydi. Pul topshirishimiz bermaydigan bo'lsa, Pul topshirishimiz bermaydigan zakolat berib qo'ysin. Manchini olaman deb zakolat berib qo'ysin, keyin ondan oldigan chaqda uni basin deyishib situatsiya bo'ldi. Ya'ni egallab qo'yishsa bari boshqadan berib o'tib qolmasin. Kalli faqalchoqdan quruq qolmay deb egallab qo'ydim. Qala va yasihhu fi as-samaki al-malih wazna. Samak al-malih degan tuzlangan biliq. Ya'ni bunda dengizning biliq degan gap emas, ha? Biliqni tutib, o'tirib, tuzga milab rasmin unda qatirayotgan biliq. Ya'ni buzilmaydigan. Buni kilolab satsa salam sodisqisi bo'ldi. Li'annahu la yanqati'u. Chunki bu yil bo'yi uzilib qolmaydigan narsa. Ya'ni unda saqlasa, biror kishi saqlay oladigan bo'lgan ekan, kishilarning ambarlarida tuzlangan biliqlar to'liq bor. Bazadim bor. Nima uchun joiz desa, chunki ma'lumul qadr, maqdurut taslim va la yanqati'u anil wujud dedik. Shunama va kadhalika at-tariyus sigaru fi hini. Shundaqla kichik biliqlar, yosh, yangi bilijallar o'z vaqtida shunda salam sodis qilinsa bo'ldi. Masalan, 4-oy desak, 4-oyda bilijan kichik biliqlar tutiladigan vaqt bo'lsa, tepiladigan bo'lsa, shu chaqda shunda salam sodis qilsa bo'ldi. Masalan, 1 tonna kichik biliq setib olaman, 15 kundan keyin topshirib olaman desa, bo'ldi. Ma tariy deganda yangidan tutilgan, bunda tuzlanib, bunda qatirayotgan emas demakchi. Ya, hozir bu ma'vo buzib qolgan, buzib qolish ehtimoli bor bilan. Malih deganimiz tuzlangan, endi saqlangan bo'ladi. Xuddi siz go'shtni qo'yib olsangiz safarda, bir ashga qadar buzilmaydi-ku, shunga o'xshash. Fi hini degan oshunda biliq tutiladigan vaqtida, mavsumida, yani bazarda ba vaqtlarda, yoz vaqtida bo'ldi-ku. Nima uchunsa bu munqata emas, vazni aniq, sufti aniq, joiz bo'ldi. Va fil kibari an Abi Hanifa rivoyatan. Ana cho'ng biliqlarga kelsak, cho'ng biliqlar haqida bu salam qiz bo'lamdi, bo'lmamdi degan masalada ikki xil qarash bor. Ya'ni bu kibar degan al-kibar at-tari, yosh cho'ng biliqlar. Ham cho'ng biliq bilan kichik biliqni qanday ayiramiz? Cho'ng biliqni chanab, menda ishlatilgan biliq bo'lsa cho'ng biliq. Ashundadan qo'yib ishlatilgan bo'lsa, pishiriblamaydigan bo'lsa, bu kichik biliq deymiz, bilijan deymiz. Mesela hamsi degan biliq bor bizda. Mensilar. O'shandan pishirdi uni, chanab yurmaydi. Lekin bunda uzun biliq bo'lsa, buni o'ttirib parchalab beradigan gap. Cho'ng biliq yosh bo'lsa, tuzlanmagan bo'lsa, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan ikki xil rivoyat bor. Al-Muxtar al-Jawaz. Tanlangan rivoyatda joiz deymiz. Mushu zohir rivoyat, joiz degan qarasha. Va huwa qawluhuma mushu Imom Abu Hanifadan kelgan joiz degan qarash sahibanninki qarash shu. Ularga bizning uch imom cho'ng biliq yosh bo'lib qolsa, bunun salam sodisi bo'ldi dedi. Li'anna simana wal huzala g'ayr mu'tabarin fi adatan. Qo'y kaladiki uruq semizlik degan masala bu biliqda yo'q. Biliqning uruqi semizda davjimay o'xshash muomala qilinadi. İmam Abu Yusuf'tan El-Amali degan kitobda kelgan rivoyatda imomdan joiz emas degan qarash kelgan. Nonki ma'ada rivoyatdan dedi-ku, rivoyatdan birisi zohir rivoyat, birisi Imom Abu Yusuf El-Amali degan kitobda rivoyat qilgan joiz emas degan qarash bu marjuh rivoyat. Wa qila al-khilafu fi lahm al-kibar minhu. Ana vaqila degani, ya'ni bu mazhabdagi ba'zi ulamolar mushunda yakunlagan demakchi. Ayada al-Muxtar al-Jawaz va huwa qawluhuma dedi-ku. Demak, Imom Abu Hanifa'dan kuchli kelgan zohir rivoyat bilan sahibanninki zohir rivoyat o'xshash dedi. Ko'pincha ulamolar shunday degan. Endi ba'zi ulamolar, ya'ni ojizroq ta'rif bu. Yo'q, imomning zohir rivoyat bilan sahibanning kelgan zohir rivoyat ikki xil bu. Ve ixtilof bor. Ya'ni cho'ng biliqlarning go'shida salam qilish masalasida ixtilof bor. İmam Abu Hanifa'nın zohir rivoyat kelgan qarashi bilan sahibaning qarashi o'xshash emas deganlim bor. Degan to'g'risi bu uchaylan ittifoq joiz.
Hadi manda. İmam Abu Hanife'den iki rivayet geldi. Birisi zahir rivayet, caiz. Birisi caiz emas, bu emali degan kitapta İmam Abu Yusuf rivayet kıldı bana. Endi bak, sahabenin nida keldi desa, bazı ulamalar sahabenin qarşı Abu Hanife'nin zahir rivayeti kelgan caiz degan qarşı o'xshash bu uchala ittifoq dedi. Az sandık ulamalar ya sahiben Abu Hanife'den bir qarash emas bunda zahir rivayeti. Bir taraf bulut deydi, bir taraf bulmay deydi. Yani yaş çoğun balıklarını selam sorusu kılıçta sahibenin qarışı imamlığa o'xshamaydi degan ulamalar. Minhu yani minat tari. Elbette. Bu türünü ayırış zaten biz bunu muqimda etken. Yani bu türünü ayırgan takdirdi mi caiz bolan muqimda degan masala. Yani bu mundabit mi, mundabit emas mı? O'xshash chiqamdi ya o'xshash chiqmay talashtash qilib boramdi. Talashtash qilib bo'lmagan bo'lsa sadaqa yo'q. Talashtash qilib birdan kichikkin bir ehtimolli qilib qolsa bo'lmaydi deymiz. El-kibar min at-tari deydilar. Ha, yeme. Tuzlangan emas. Yani el-xilaf fi lahmil kibar min at-tari. Min al-malih emas, ha? Ya kibar at-tari isim bo'ldi. Lekin el-kibar minhu ismi um bo'ldi. Qanday iborat sürse mazmun tushunishlik. Tuzlanmagan bo'ldi. Yani çoğun balıklarda tuzlanmagan bo'lsa, mesela tuzlangandı bo'ldi dedi, ittifoq. Tuzlanmagandı çoğu, kichikida vaqtida bo'lsa bo'ldi. Yani çoğunda çoğu olsa şıkıl qarash var. Abu Hanife'den şıkıl qarash geldi. Bazı sahiben İmam Abu Hanife'nin zahir rivayetiki caiz degan qarashga o'xshash dedi. Qala wa la yasihhu bi mikyalin bi'aynihi la yu'rafu miqdaru. Selamның şartlarından birisi felyuslim fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum degan. Kamchanda manch kamchan, manch jin degan narsa aniq bo'lishi lozimdi. Ana shu kamchan odatda butun shahar xalqi ishlatadigan bunda kamchan bo'lmay, ayrim bir kishidan xas bir kamchimi bor ekan. Falan axunning kamchini deydigan. Lekin bu kamchanninki qanchalik sig'imda ekanligi ma'lum emas. Biz ağır bal fadlı meselesinde, açlığa tegiş meselesinde çıkaylan kalganca bir narsani ölçen kılavaz buldu diye. Mesela bir dasni, çilekni. Lekin bu dasda çilekki kaç kilo narsalarını bilmeymiz. Muş çilekte teşeli bir çilekki anladım bir çilek bir amlasın, makul. Anladım bir çilek tök, anladım bir çilek tök. Bunda almaştırıyorduk ma, buldu dedi. Lekin yada selam. Selamda şartını çınıtımızım. Çınıtkandıkken bunun miktarı enemez. Muşu çilekke qancha sa buğday sig'dirganligini bilmaymiz. Lekin buni ba'zi bir xalqlar endi kamchan qilib o'zlari ishlatavergan kamchan ekan. Bo'lmaydi deydi. Yannahu rubbama halakal mikyalu qabla hulul ajal. Chunki yedan bir savdo qilgan chaqda biz joizdi. Mana bir chilakka aniqdan bir chilak. Lekin ma'nodan naq savdo emas. Kamchanlar birdiga ish qachon bo'ldi? Vaqti kelgan chaqda. Bir aydan keyin bo'ldi. Bir aydan keyin mushchilak bağlamdı, yo'qolib ketamdi, Alloh alam. Bu chaqda biz tutishgan chilak yo'qolib ketdi. Falana axunning chiligida, u falana axunning chiligi birinchi saat kelgan chaqda o'g'rab ketib ekan, yo'q deb o'tdi. O chaq qanday o'lchaymiz? Topshirib bermaydi yani. G'ayri maqduri taslim. Vezni bo'lsa-mu? Sizlar ashunda bir veznni bekitiblar. Muş falanın bosoğuski muş taşның ağırlıqda deyişiblar mesela. Bo'lmaydi. Bu taşni atsa ballı bir joyga tashlatan do Alloh alam. Ha, shu yo'qolib ketib qilish ehtimoli bormi yo'qmi? Ehtimol bo'lsa bo'lmaydi. Chunki salamda ashunda ehtimollik kal mutahaqqiq dedik. Aşkınca ölçüyü bağlı bazen bir demek aslında çilek pazarda Miktarı aniq olmasa bo'lmaydi deydi. Yani kitap dizine la yu'rafu miqdaru. Mush chilakning miqdori qanchalik bilamidik. Agar bilsak, mush bir chilakka 3 sa buğday patadi desak, bir chilak deganni 3 sa sundirib topshirib olsak bo'ldi. Lekin ashunda qanchalik sig'imbarligini biz bilmaydi ekanmiz. Bilmasak bo'lmaydi deydi. Lekin aniqlab qolsa bo'ldi.
لأنه ربما هلك المكيال قبل حلول أجله فيعجز ومكيال يوقف كتقاسه وقت كاغيچه تapşırıp برمي قلدو Bunlar gayri makduru teslim diyen dair kirde. Ve keza zira'un bi'ayni. Şunakla malum birisininki bir gizli değil mi? Zira diyen bu şey bir bilek diyen bu. Bu şu ceynekten tatıp otturu barmakla uçur kadar. Bazıda 45 santim başsağımda 65 santim kadar buldum. Falanın guluçu bir gulaç. Falanın gezidi bir gez. Falanın gırışıdı bir gırış diyendek mandan kalsa bulmaydı o. Ev vezne hacerin bi'ayni yani cın desek muayyen bir taşın ağırlıkıda desi bulmaydı. Falanın bu soğustike yuğan taşın ağırlıkıda tapşıp alama birinci sırada dese bulmaydı. Ve la budda yekunel mikyalu mimma la yanqabidu ve yanbasitu. Elbette küçükken kemçen bu kengiyip, tarayıp, yoğunap ve küçük kalmaydıgan mukim ketip ketken kemçen bulaş lazım. Kel haşab, yağaç, yaki vel hadid, tümü. Ya şunun okşaş birinin bulaş lazım. Liyekuna ma'luman. İnek bulaşıyor. Fela yuaddi ilen niza. Talaş tartışıkları yapamaz için. Amma ma yanqabidu ve yanbasitu. Amma sel mesela tügülüp ya sel kengiyip, kârlep mandanım kıldıgan nasıl olup kalsa kel cirab mesela tulum deyler. Tulum ve zembil, zembil numamında rakın kısa jığılıdı. Sel kenarek asak içilidı. Yezdad ve yantaqisu feyuaddi ilen niza. Bu bazı artıqrak, bazı azrak nazını sığdırışı mümkün. Neticede talaş tartışıkı elip barıdı dedi. Peki İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh suğu nispeten şu tulumda sası bulduğun adetten de sıtıp kelgende istihsan kılıp meyil degen. Onun başka nasılda ruhsat kılmağa. Qala ve la fi ta'ami qaryatin bi'ayniha. Ma'lum bir kentning, ma'lum bir yezninki açlık mahsulü da selam sodisi qisi bulmaydı. Ta'am degan mishada açlık, mahsulü ziraat deymiz. Li'annahu qad la yaslumu ta'amuha. Çünkü onun açlıkta sak çıkmay kılışı mümkün. İmma bi afetin ya bir afet olap kesel tigip kurut düşüp ev la tunbitu şey'a ya ki faqatlam bir narsa o'smay qolishi mumkin yoki bo'ron chiqib mo'ldiriga qapamiz vayron qilishi mumkin. Undan keyin bu topshirib berish bermaslik ehtimolliq bir g'arar doirasiga kirdi. Va kada samarati nakhlatin bi'ayniha. Shundaqla muayyan bir daraxtni, masalan bir xo'mininki mevasida mush xo'mining mevasidan mancha kilo xomga oldin pul o'tkazma desa bo'lmaydi. Qala sallallohu alayhi vasallam ara'ayta law adhaballohu thamarata bima yastahillu ahadukum mala sahibihi faramam sari. Alloh taolo meva bermay qolsa sizlar hamroyinglarning mol mulkini nimaga asosan halol deb yeysizlar degan. Bu sahihdagi muttafaqun alayhi hadis. Anas radhiyallohu anhu في رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلت لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله ثمرة بما تستحل مال أخيك. Yani müşahhis sahih muttafaqun aleyh. Lekin bunu köpçülük ulamalar bu adetteki soğudu kelgen dedi. Selam soğudu istemezsen. Selam soğudu istemez. Lekin İbn Ömer ve İbn Abbas radıyallahu anhuma qatarlıq sahabe kiramlar bunu selam soğudu kelgen deb tushunganmish. Nolki Hanefi mazhabning shu ikki sahabening qarashi bo'yicha tushunsa, ma'vo istidlol to'g'ri chiqdi. Bo'lmasa to'g'ri chiqmaydi. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أسلم إلى زيد بن سعنة. Zeyd ibn Sa'na şu çağda Yahudiydi. Yahudinin ulemalarından. Biz ötkende bayan kıldık o. Fi temrin fekala eslim ileyye fi temri nakhletin bi'ayniha fekala sallallahu aleyhi ve sellem emma fi temri nakhletin bi'ayniha fela. İbn Hibban sahihde rivayet kılgan, İbn Macim rivayet kılgan, Hakim bu Mustadrak rivayet kılgan, sahih diyen. Yana İmam Mizzi Tahzibil Kemal'da şu Zeyd ibn Sa'na'nınki Müslüman bulaş vaqaligida hadisun hasanun mashhurun degan. Bu hasan darajalik hadis. Mushuningda Zeyd ibn Sa'na Yahudi vaqtida shunday degan.
يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا فقال لا يا يهودي ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان فلان بغدن دب من دا سلام سولز قلسة فلان بغدن ميمز manch kilo manda süpetlik falan çağda da manda beklemezdi Resulullah doğru sorduğuna kıygan. Bu rayonimizde bunlar mesela 5 kere birlikte onlar günde yakın işte. Bu maliken şu. Kara bir ayni hadi. Ben babama Yani bir iklim dışı caizdir. Mesela Tarım Vadisi'ne o çağda mesela Akutan Karkaşlı'da çıksın buldu lan. Ya ki motorla Aksol'da çıksın buldu lan. Ama 5 gramdan dısıla 5 gramda bir afet oldu. Kuru çıkıp gitti, müldür yakıp gitti. Emmesi veyran bolsa tavşır bırakmaya kalırlar. Şu an karıya bir ayni hadi de. Ama iklim muayyen ise ulamalar buldu değil galiba. şu konu sarayana vade kurulmazsa en sonunda kovulmaya kararsa. Mesela alışancı. Nazire bakılır, veya bak şüphesi o durmalı. Kültür kendisi halbisi Şu maqduri teslim emas. Ayında tapşırıp bilenmey kaldığı ihtimal bulup qalsa bulmaydı deb turib. Yani bu mazhabdan qarşı şu ma'lum bir yizninki olsa bulmaydı. Unun keng darı olsa buldu. Mesela bir devletni alsa, yağmur ya müldür çıkıp ya boran çıkıp kılsa ma'lum bir aşk şaninkini vayron qilan, lekin boshqa şaninkini vayron qilolmaydi. Ha bak pazvat desak, pazvatnikini ma'qul, lekin pazvatning ashaqilliqning disli bo'lmaydi. Ha, mesela bu 5 gram Qashqarning 5 gram go'ngshining disli bo'lmaydi. 9 naya desizlar, bu chaqil bo'ldi. O chaqil 5 gramda chiqmasa, paxtayldan chiqadi. Ha. Bu hammasi topshirib bilinmay qilish ehtimoli bo'lsa bo'lmaydi degan nimaga chetishdi. قال ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ثياب deganda bizimizda ko'pincha ehtimolda rah. Ba'zida tikilgan kiyimga mo'shiltidi, lekin mushkon kitobida rah degan mazmunda kirildi. Qumash deymiz hamda. Yoki yajuzu fil mazru'at deymiz. Umumlashtirsak metrlab, gezlab, kvadratlab satilgan narsa bo'lsa, masalan, rah, bo'ra, uzun gilam, palas, ashuna narsa bo'lsa, bo'ladi. Iza samma tulan va ardan va ruqatan. Uzunligini, kengligini va uningki qilinligini, tigi qandoq deganni. Ruqa degan shada tigi qandoq, qilin ya nepizligi desak, buni tigi deymiz. Tigi qandoq desa, ashuni bayon qilsa bo'ladi. لأنه إذا ذكر ذلك مع الجنس والنوع والصفة فالتفاوت بعده يسير غير معتبر. Çünkü muşu uzunluk, kenlik ve tigi mandağ da bayan qilsa biz ilgari uni jinsi, navo va sifa ma'lum bo'lish lozim degan bo'lgan ekan, mushni hammani qassoq bu chaqda o'ttirda farqliq chiqqasin, yengil bir farqliq chiqdi, uni e'tiborga olmaydi adat kishilar. Meyli deydi. Bundan sonra bunu caiz buldu. Yani bu topshirib biralaydigan bir narsani salam qilgan bo'ldi. Nima demo? Bunda bayon qilib qo'ygan. Bobning 5ida mushu mazmunni deb qo'ygan aslida. Esingda bormi? Kullu ma amkana dabtu sifatihi va ma'rifatu miqdarihi jaza salamu fihi. Deb qilib, ayqida yajuzu fil makilat wal mawzunat wal mazru'at yani. Zavlan mazru'at dedik. Metrilgan narsadir, shuraq. Lekin manda qama, tulki terisi, norka degandek narsalarda salam qilsa bo'lmaydi. Chunki bu baklan farqli chiqib qoldi. Va hada istihsanun li hajati an-nas ilay. Mushu mayli bo'ladi deganimiz, kishilarning ehtiyoj bo'lg'achqa istihsan qilib, normal qiyosni tashlab qilgan hukmimiz deydi. Yani salam aslida ehtiyoj uchun yo'l qo'yilgan. Hamda ehtiyojdan bo'ldikan, bu yerda joiz bo'lish kerak demakchi. Va hal yushtaratul wazn fil harir? Endi shu metrlab siltiladigan rahlarning qatorida jipak rah bor. Jipak rahninki bahasi ig'irlikka qarab azan yoki qimmat bo'ldi. Ba'zida bek nepiz bo'lsa qimmat bo'ldi.
Ba'zi bir qilin bo'z qimmat bo'ldi. Yani çokum nepiz zoğuna azan degan gap yo'q. Şu İstanbul'daki yazılarsa yani kıyas işlerin acil bağlı için selam yolu kuyruğun demekçi mi ya ki fakat şu kiyimdekisi yolu kuyruğun demekçi mi? Ya kiyimde müşahacet var. Endi hacet bo'lgan ekan, asli salamni ehtiyojga qarta jaiz degan bo'lgan ekan, dal tushudi demakchi. Yani bu gapda demisimi bulduğunda kılmaz mı? Aslında faydalı bir şey. Jimisim bo'ldi. Aslida salam anda ehtiyoj va mayli bo'pti deb yo'l qo'ygan. Lekin yo'l qo'ygan hadisda fal yuslif fi kaylin ma'lum va vaznin ma'lum dedimi? Kayl va vaznni tilga oldi. Lekin fi zira'in ma'lum yo'q anında. Kayl va vazn bo'lsa, shu joyda o'lchamlik bo'ldi. Lekin ma zira'ni mushaqqat qo'yishimiz aslida bu kayl va vaznda joiz bo'lishi nimaga asoslanib bo'lgan haja. Hacem şer bağım yok mu? Bağ. Ondan ki istihsan dairesiga kirgizsek, bu şu zira' mu? Keylünden, vezinden bir qatarda sanıldı. Hatta adadiyatul mutakaribi mu? Şu qatarda sanıldı. Çünkü bunun da miqdarını aniq bilgili olgan ölçeği. Ama jipekte eğirlik şart kılınamdı. Eğirlik mançilik buluş lazım. Degandek ölçemni bekitip koyuş lazım olsa, al-asah iştiratu. Sehire qarashda şart qilindi. Ba'zi ulamalar sey qarashda degan. Uningdan boshqasini sey emas deganlar bor. Sey qarashda shart. Ya'ni uzunligini, kengligini emas, eni manchilak, eni 90 sm atlasdan. Manchimetr deb bo'ldimi degandan keyin buning ig'irlik har 1 metr manchi gram qiladigan deb o'yni bekitib qo'yish lozim degan masala. So'rga o'qilib, nima uchun qilyapti? Hozir tijoratchilikmi bor bunday ishlar? Hozir aslında kilodan satılgan Kilodan satılgan bor. Yani o'sha al-asah dedigo, aslida o'shada qarashlar har xil bo'lib qolgan. Mashayixlarimiz ixtiloflashib qolgan. Ba'zilar shart emas degan, ba'zi shart degan. Al-asah degani mana shart degan shu. Shamsul Aymma Sarasiymi mush qarashlar bu sahih degan. Jipakdan boshqa aqlda ig'irlikni bayon qilish kerak emas. Ya'ni 1 metr duxava bu 1 metrning ig'irligi 700 gram qiladigan deb unda deyish kerak emas. 1 metr duxava enamanchilik desa bo'ldi. Ammo jipakda ig'irligiga qarab o'xshamaydigan bo'lg'achqa, masalan imbosmi, kerankilmi, shayimi buni suhbatida bo'lgan ekan, buningki andin şu ticaretçil bildiğin nimesi var. 03, 05 dediğin mandarınlar var. 03 dediğin raklı var. Şu ölçemler belki şu eğirlik, nepizlik, şu nimesi qarab bekitken ölçem buluşu mümkün. Yani bu ne görüp takıldı şu talaşta aç bulduğun bulakaz bulmaydı deyin gibi. Keyin bu kağızdaki turdu ya bu. Ticaretçilinin nimesi de bundan mesela yakın. Duhavını bir top 33 metre desek biz mi canlap baktık. Bu canlaş nimani ko'rsatib turdi? Ras qilinmi, suptimi, nepizmi? Yani bundan biraz turvami yoki az ishlatib to'qiganmi, mani bildirib qo'ydi. Jipek gilam bo'lib qolsa, buni kilolab baqish mumkin. Jipek gilamni bor, qo'lda to'qiydigan. Kilolab baqish mumkin. Mashitda to'qilgan. Bundan ki meşayihlar bu ig'irligini deyish lozimmi, deyish lozim emasmi desa, jipek bo'lsa deyish lozim degan qarash Shamsul Aymma Sarasiy sahih dedi. Ba'zilar anda shu Shamsul Aymma Sarasiy mush sahih boshqasi xato deb turib olgan ekan, andin shart deganni shu sahihrak dedi. Lianna tafawuta fi min haythu al-wazn mu'tabarun. Chunki uning ig'irligiga qarab farqli bo'lishi odatda e'tibor qilinadigan farq bu. Çünkü bek yengil olup ketsa qimmat bo'lgan tovarlar bor. Bek ig'ir bo'lsa qimmat bo'lgan jipaklar bor. Lekin bu yerda aslında bir ko'zlanadigan narsa bu. Wa qila in kana idha dhakara at-tula wal arda wal ruqata la yatafawatu waznuhu la hajata ila dhikr al-wazn. Ba'zi ulamalar jipakninki metr soni va enini aniq degandan keyin ig'irlik qarab o ba'zi farqlanmaydigan, haqlim parvo qilmaydigan bo'lsa, ig'irlikning dimisin bo'ldi debdi. Ya adam at-tafawut, chunki farq bo'lmag'achqa. Ve in kana yaxtalif waznuhu fala budda min zikr al-wazn. Ig'irlikqa qarab uning qimmati o'xshash bo'lmaydigan bo'lsa, talash tortish qilib borgan bo'lsa, cho'qim deb qo'yish lozim. Vaqtarahu al-Quduri rahimahullah.
İmam Huduri mush qarashni tanlagan. Yani neticede talash tasga ilib boradi bo'lmamdi. Talash tasga ilib bormagan bo'lsa, u kilolab o'tamsan bu. Manchi metr shoy desak, manchi metr atlas desak bo'ldi dedi. وإذا أطلق الذراع فله الوسط إلا يكون معتادا فله المعتاد. Yani manchi gaz degan bo'lsa, unda gazni biz hozir ishlaymiz, manchi metr deyli. Manchi metr desa, falahul vasat. Bu vasat degani bazadagi metr haqli ishlatayotgan metr. O'xshash bo'lmagan taqdirda o'ttir hal metrni hisob qilmasak. Hozir bu endi o'lcham tekshirish buni tekshirib, shu bir xillashtirib nuqliqlar. Lekin shunda adamı mesela yog'och metr bilan mashinchininki lata metridan o'tirib farq bor. Biz yog'och metrni metrlab, buni ko'tarib turib metrlaymiz. Metrlab 1 metr deb metrlab bersak, mashinchi ya deb qo'yib, yig'ilib tursa, lata metrni qilib o'qisa, balki u lata metr so'zlab ketgan metr bo'lishi mumkin issiqdan. Uni qo'ysa, o inson kam beribdi asliga deydi. Ba'zida har xil metr olib qolsa, o'ttirhanni hisob qilamiz. İlla yakun mu'tadan falahul mu'tad. Eğer bir xillam odatlangan metr olib qolsa, yog'och metr bo'ldi, shu hisob bo'ldi deydi. İmam Muhammadning iborasida Jami' Sag'ir Jami' Kabirda zira vasat deb kelgan. Bu zira vasatni Hangi mazhab ulamoları sharhlab xil izohlagan. Ba'zida o'ttirhal metrlash deb bunda. Fi'l zira deymiz. Metrni o'lchash ishi deb bundan. Masalan, metrlagan vaqtimizda rahni tatib tursak, metr bilan chaqlashib tursa, azroq metrlanadi. Sal qo'saq sasa 4 santa farqlangan. Yani sal qo'yib bir metrda o bek tatvatmışlar, digine şu metrlagan çağda enda metrlaydı. Normal metrlaş, bek mi tatvatmay, bek mi koşak saldıratmay, normal metrlaş digen. Bazılar yağaşı zira digen metr, yağaşını deydi. Bazılar oturhal metrlaş dep düşünüyor. Lekin zira digen adette nime qartıldı? Şu yağaşını zira deymiz. Eğer metrlaş olsun bo'lsa zar'un vasatun ise oturhal metrlaş deydi. Zira'ın vasat olsa o'ttirhal metr degan. Lekin Hanifi mazhab ulamoları ikki tarafini ko'z tutib, ham yog'och metrning o'ttirhalini ishlatish, ham metrlagan chaqda normal metrlash, bakmi tatib o'tmay, bakmi qo'saq soldirib o'tmay metrlash deb tushunamiz degan. Zira vasat degan qanchalik? Hanifi mazhabda odatda zira'ning turlari jiqo'gan ekan. Masalan, bizning vujudda xil yaqin qadar metrni ishlatish bilan billah ma ishlatdi. 90 santa 1 metr emas. Şu sucudan çıkan, şu şikirden çıkan reklamı ise kartista ma yazdı. Ama bu ma ya metr müddət talaşda asılangan. Bak metr deyle, bu şu zira desek, zira diyen aslında türler var. Zira'al kirbas, zira'al haşimi, zira'al melik deydiğen. Yani bir mazhabda şu zira'al kirbas diyen şu hesap buldu adette. Zira'al kirbas deganimiz qancha miqdorda iborat ise, mushtimimizni tugisak, 4 barmoq bo'ldi o. Mushundan oltin tizsak, 24 barmoq hisoblasak bo'ldi. Yani 24 barmoqni hisoblasak, ziraning shu uzun qisqaligi qarab, ba'zi 46 santidan boshlansa, ba'zi ziraning turlari 64 santga qadar bordi. Ba'zi usbu' qoyima billah deydi. 4 barmoq, bir mush tuydukma. Barmağımda yandaş tutsak, hadi 5 parmak aralık buldum ha. Bundan sonra altını tutsak, şunda bir zira oldu deydi. Bundan sonra 24 parmak bilan 32 parmak aralıkta bir narsa zira degan. Yani şu metr desek, şu ine qulash lazım. Yoki ma desa bu ine qulash lazım. Qala wa fil labni idza ayyana al milbana. Xam qishqa pul o'tkazib qo'ysa, bir shart bilan joiz. Idza ayyana al milban. Milban klipi, qishning klipi. Yoki malban desakmi, balki to'g'ri chiqib qolishi mumkin. Malban deb qalsaqchi, qish quydigan joy. Mesela qish quydigan joyda biz aşağıdan shu to'pini loyiq qiliblam qo'yimizga. Ash to'pining tabiiyati o'xshamaydi. Sig'iz to'pining nimasi bor, qumliq bor, har xil to'pi bo'lgan ekan, shu o'rinni belgilab qo'yish sharti bilan desakmi, bu to'g'ri chiqib qoldi. Ba'zi ulamolar shunda qetib qo'ygan. Qilibni va naning qishi, qaysi to'pining qishi. Mesela Qashqarda bo'lsa sig'izliq to'p bo'ldi. Xotanda bo'lsa sig'iz to'pi yo'q, qolmasa qumliq narsa. Sufti to'm bo'ldi.
Milban kishini quydigan qilib. Buniki cho'ng kichiklar oldu. Li'annahu adadiyyun mutaqaribun. Çünkü bu bir-biridan farqlanmaydigan sanab setildigan narsa. İza bayyanal milbana. Qachon mutaqarib bo'ldi, adadiy mutaqarib bo'ldi? Qilibni bayon qilsa, ya'ni qilibning kengligi, uzunligi, cho'nqurligi Aşın bayan qilsa bo'ladi. Yoki hamda shu jutning odamlari bir qilib qilam odatlangan bo'lsa, chatoq yo'q. Va kadalikal ajurra. Shunaqla pishqishga pul o'tkazib qo'ysimi, salam so'zikisi bo'ldi. Va an Abi Hanifata, İmam Abu Hanifa'dan kelgan yana bir rivoyatda Ba'zi rivayet navadir bo'lishi mumkin. Law ba'a 100 ajurratin min at-tunin la yajuzu lit-tafawut fi an-nudj. Ma'lum bir xumdandan, at-tun degan tonu, xumdan degandek narsa. Bir xumdandan 100 pishqis satsa, salam so'z qilib, joiz bo'lmaydi degan rivoyat keldi. Nima uchun? Lit-tafawut fi an-nudj. Chunki bu pishda o'xshash pishmaydi. Ba'zi o'ttira hal pishgan bo'ldi, ba'zi pishib quymoq bo'lib ketgan bo'ldi, ba'zi xamroq bo'lishi mumkin. Chunki shu o'tning jiroq yaqinligiga qarab farq bo'ldi demak. Lekin hamda mavo ojiz qarash. Imom Abu Hanifaning kelgan ikkinchi qarash bu rivoyat navodir. Lekin zahir rivoyat bo'ldi dedi. Ham qish va pishqish bo'ldi. Lekin cho'qim uning qilbining cho'ng kichikligi aniq bo'lishi lozim. قال ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض. Salam so'zida tovarni qo'lga topshirib elishdan burun uningda tasarruf kesib bo'lmaydi. Li'annahu mabi'un. Chunki bu setilgan tovar. Ve qad bayyana anna at-tasarruf fil mabi' qabla al-qabd la yajuz. Biz yuqorida Kitabul Buyut'ta setilgan tovarni qo'lga topshirib olmay turib uning tasarruf kesib bo'lmaydi deb bayon qilgan. Bunun dalillerini biz bayon qilib bo'ldik. Bundan keyin mushu muslim fihini biz qo'limizga topshirib olmay, birinchi sizlardan topshirib oldigan, shu 10 taga bug'doyni faloniga berib o'tdim. Yoki bu bug'doyni men falonasiga almashtirma, deb bunda tasarruf qilib bo'lmaydi deymiz. Ba'zi tasarruf qilgan narsalar bor. Buni ulamolar istisno qilgan. Yani bu yerda salam so'zi bitdi. Bitgandan keyin natija nima bo'ldi desa, pul qo'lga topshirib olgandan keyin bag'van bu odamning bo'lib ketdi, mulki bo'ldi, tasarruf qilaverdi shunama. Yani tovarni da qo'lga topshirib olmadi. Lekin topshirib olmasimi, tovarning mulkiyat xaridaga o'tkazilgan bo'ldi. Aşında o'tkazilgan bo'lsa-mu, lekin bu taqa qo'lga topshirib olmagan bo'lg'achqa, salam so'zisining taqozosi bo'yicha buning mulki digili bo'lsa-mu, lekin qo'lga topshirib olmagan bo'lg'achqa, muslim ilayning gardindagi bir narsa bo'lg'achqa, buning mulkiyati ig'dochilik taqa muhim emas. Bundalanishib turgandek, ikkalarning o'rtada g'irildab turgandek bo'ldi deydi. Nima uchun shunday bo'ldi? Chunki bu topshirib berilmay qolib qolsa, yo gachchida bu o'lib ketib qolsa, bu salam so'zi bitmasligi mumkin. Ya'ni shu salam so'zi buzilib ketgan hol bo'ldi deydi. Bundan keyin buni qo'lga topshirib berishdan ilgari ma'lum doirada tasarruf qilinmaydi. Va kadalika sharikatu va tawliya li'annahuma tasarruf. Shundaqla birisini shu tovarga shirik qilib qo'yash va ash tovarni birisiga izg'i setishmi qilinmaydigan, qo'lda bo'lmagan tasarruf doirasida. Shu ishlarni qilinmaydi. Yani bu şerike ve tevliye aslında tasarruf dairesi kirgan narsa. Tasarruf qilinmaydi deb bilib ayrim şerike ve tevliyani tilgab qo'yishsin ama nima uchun? Odatda salam so'z qilgan tovarda ashunda shirik qilib qo'yash va izg'i setish ishlar ko'p uchraydigan bo'lg'achqa buni tilgab qo'ydi. Masalan, men 5 tonna paxtaga pul o'tkazib qo'ydim. Bunda cho'ng bir tijoratning yo'lini topdim. Shuni tijorat qilmoqchi ekan bir ag'inam qo'yibdim. O'zimni shirik qo'ymamışlar shunga. 20 shirik qilamizlar. Qachchida 20 ga shirik qildim sizlarni. Ya'ni izg'a 20 ga shirik qildim nima? Tavliyaninki qachilsaq shirika degan gap chiqdi. Tavliya degan shu 5 tonna paxtani izg'a setvatsam tavliya bo'ldi. Lekin 20 shirik qilsam-chi shirika bo'ldi. 20 ga sizni shirik qo'yay. Deydigan ahvol bo'lg'achqa shirik qilib qo'ysimi bo'lmaydi. Bu shirka qilish 20 da tasarruf qilish bo'ldi. Tavliya qilish, izg'i setish bo'ldi. Bu tasarrufa bil bay' bo'lib qoldi. Bo'lmaydi dedi.
Adətən bu salam sodisi qilgan holda zina satib o'tish degan narsa bak bo'lmaydi. Chunki biz azan olma deb oldin pul o'tkazayotgan. Uni qancha zina satib o'tish nadir ahvol bo'lg'achqa uning gapini qilmadi. Ya'ni u tasarrufni qilolmaydi. Lekin odat ko'p bo'lgan sharika va tavliyani qilolmaydi demoqchi. Dankim sharika nimada iborat? Ay shu pul o'tkazib qo'ygan tovarning bir qismini o'z bahosida birisiga setishdan iborat. Pulni topshirib olmay setvatsang bo'lmaydi. Endi hammani setvatsa bo'lmaydi, bu tavliya bo'ldi. Albatta murabaha, vadi'a ulum bo'lmaydi. Lekin ba'zi tasarruflar joiz bo'ldi dedim. Masalan, bo'ldi ash tovarni olmay sildi qolsin, 5 tonna paxta sildi qolsin deb shu etizligining egisida tap qilishiga berib etsak bo'ldi-ku. Biz o'tgangi darsda duyun tajvizul ibranhu dedik. Bo'ldi. Bu mu tasarruf mana? Bo'ldi. Yana shu sildiga 5 tonna paxta sildi rani tuttusun deb boshqa bir narsaga rani qo'ysa bo'ldi. Mesela bunun maşinesinden biz ketib haydab turmoqchi va qachon deb ansasa sizga 5 tonna saxtam silda ran tursin desa bo'ldi. Ya'ni ma'lum dardagi tasarrufga ma'qul deydigan, ko'pincha tasarrufga ma'qul demaydigan. Chunki buning egiligi taqiq pulda to'liq emas deydi. Qala wala fi ra'sil mal qabla al-qabd. Albatta salam sodisda taslim ra'sil mal qabla al-mufaraqat bil abdan shartdir. Bundan keyin bunu ayrılışdan burun qabzi qilmagan bo'lsa, bu qo'li topshirib olmagan rasmalda hech qanday tasarruf qilinmaydi. Ya'ni sotquchi salamning pulini qo'liga topshirib olmagan bo'lsa, uning tasarruf qilinmaydi. Shu tasarruf qilinmagan bo'lg'achqa dollar deyishgan bo'lsa, uning o'rniga yana as bo'lmaydi dedi. Nima uchun? Bu sarf orqali tasarruf qilgan bo'ldi dedi. لأنه يجب قبضه للحال لما بينا. Nima uchun tasarruf qilinmaydi? Çünkü bu şu çağda gatçıda ayrılıştan burun qo'lga topshirib erish lazım. Biz bunu yuqorida bayon qilib qo'ygan. Bu masalada ijmo var yani. Şu ayrılıştan burun qo'lga topshirib olmasa bo'lmaydi dedi. Maliki mazhabida bir kun kechikib yetkazib bersin bo'ldi degan qarash bor, lekin boshqa ulamolar asosan naq ilish lozim deb qaraydi. Fa idza tasarrafa fihi fata al-qabd. Uni qo'lga topshirib olmay turib tasarruf qilyapsa, qo'lga topshirib elish degan narsa qo'ldan ketgan bo'ldi. Ya'ni qo'lga topshirib elishni biz nima deganto? Shariatning haqqi bor. Shariat mush qo'lga topshirib elib, ondan salam so'z qilsa, qo'lga topshirib olmasang bo'lmaydi desa, bu uni bekor qilinmaydi. Ya'ni shariat qanday dedi? Men aslafa dedi. Aslafa degani nima? Kimki bir narsani oldim, bersa, pulni oldim, bersa degan. Aldım ba'zi degan ba'zi andan bu salam o'zi chiqdi degan. Qo'lga topshirib elish bo'lmasa, salam sodisi o'zi chiqmaydi. Topshirib olmagan pulda tasarruf qilsa, dollarni yangi almashtirib yoki yangi o'rniga bug'doy olaydi son. Bu chaqda pishgan shu pulni dollar bo'lsa, ya yen bo'lsa, shuni qo'lga topshirib elishni qo'ldan ketkizib o'tgan bo'ldi, ko'ydirib o'tgan bo'ldi. Fala yecuz. Şuna şeriatning haqqini o bekor qilib o'tmaydi. Masalan biz hozir sodlashdik. Sizga 10 ming ko'yni oldin o'tkazib qo'yma. Bir oydan keyin menga 1 tonna bug'doy beriladi. Ashganni qilishdik. Qilishgandan keyin men ash pulni topshirsam, shu chaqda salam sodisi andin o'tilib mangdi. Bo'lmasa quruq gap. Pulni topshirishda ilgari 10 ming ko'y berma desam, sizlar ma'quldilar. Ma'qul deb ijabal qabul bo'ldimi? Lekin shart bo'lgan topshirish degan narsa o'zi chiqmadi. Pulni topshirish bo'lmadi. Pulni topshirish bo'lmagan ahvolda sizlar siz bermoqchi 10 ming ko'yni dollarga tekshib bersizlar. Men dollar olay desam bo'lmaydi. Yoki asldagi 10 ming ko'yni falanga yetkazib bersam sadaq qilyapman. Falanga berib qo'ysalar bunday qilsa bo'lmaydi. Qo'llarga bir ilishlar lozim. Ammay turib, unda tasarruf qilib. Mesela bunu bo'ldi pulni ammay. Mesela bu boshliqligini, yasining balaninki maktabining mudirligini qilib so'lashqadim. Va bu pulni birishimizlar sildi qolsin desa bo'lmaydi. Ya'ni hiba qilasiz bo'lmaydi ashadimga. Bir vasil bo'lmaydi. Ash pulni zar ilishlar lozim. Mesela pulni malga topshirib berdim mesela. Men malni topshirib berdim. Kim pulni xalqqa tasarruf qilsin. Qo'lga topshirib olgandan keyin siz xohlagan tasarruf qiling. Agar malni topshirib bergan bo'lsa, u chaqda undan topshirib bermagan ekan salamning pulni qaytirish bo'lsa, biz topshirib bermasa, ikki ehtimollik bor dedik.
Birisi İmam Ebu Hanife'den yenfesihul akd, yebtulul akd dedi. Yani bir rivayette el müşteri bil khiyar, el muslim bil khiyar. Yak saklap durdu. Kaçan tavsiye bergçe. Yak şu çağda buldu buzutlar bunu deydi. Buzut etken çağda qanday olmoqchi? Sizlar şu ağam pul ina qildi. Onun köyüne sayılık qaytırıp buradan geldi. Hocam selam koysa ziyaretle tanışıyor. Aşında bir ziyanta çıkıp desetken naz nima? Jinni qassi şapıldı. Tavarını əsən iləş. Məsələn, kivez gideyler. Kivez aşı resmi, kivez kırılgan çağda setvasıla 1 kilo ise 15 köy. Lekin 5 ay burun, ya 1 ay burun pul ötkizip koysulsa 7 köyden ötkizişler mümkün. Demek onu əzən anmaqçı. Şu əzən alış karşılıklı aslında bunga tevekkül kılınır. Öyle şirket kurma şu ahtar bulabilir misin? Yani tümazının burun karşıda özümünde selam kızı olmaydı. Ne için? Burun çağının öylere, İmam Ebu Hanife ve sahiben yaşayan vaktinin öylere kılıplık emas. Hemmesi şaşmanda öy yok. Birisi çoğun, birisi küçük, birisi bunda, her xil ölçemsiz olan misli emas yok. Bundan onun sıfa maluma mundabıta bulmaydı. Şuna öy aile kuru bununla selamga pul ötkizib bo'lmaydi deydi. Endi hazır bina öy desek, bu bina oyundan mesela manchinchi qavatdagi manda öy desem, shash sildigan bo'lsa, kiriplik, o'lchamlik bir sıfa mundabıta bo'lsa, bununla pul ötkizib qo'ysa bo'ldi deydi. Şuna sen bir qurilishni qilayotgan bo'lsa, bununla aldın, pul ötkizib qo'ysa, a'zallam ötkizdi. Qurilish egisimi pul ötkizib qo'ygan xalqning pulini yig'ib, qo'lda rasmiy olmasa, u binoni qo'pir oldi. İki tarafga o'rtaq manfaat. Müşahit olsun. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.